600-700 gramm mol go'shtining eng yumshoq joyini salgina yaxlatib, yupqa parrak qilib kesib oldim. Chesnochni parashok, tuz, soyavoy sos, 1-2 qoshiq o'simlik yog'i va oxirida 1,5 choy qoshiq kraxmal solib, go'shtimizni yaxshilab hamma joyiga tekkizib, marinovka qilib qo'yamiz 15-20 minutga. Kichkina svejiy brokolini olamiz. Suvni qaynatib, 1 choy qoshiq tuz solib, brokollarimizni shoxchalaridan bo'lak qilib kesib olamiz va qaynab chiqqan suvda 3 daqiqada qaynatib olamiz. Qozonchamizga 3-4 qoshiq yog' solib, yarimta piyozni mayda kubik to'g'raymiz. 2 dona zubchik chesnokni ezib, maydalab to'g'rab olamiz. Yog'ga birinchi chesnogimiz, ketidan to'g'ralgan piyozimizni solib, ozgina o'ldiramiz. Tillaranga olib borish shart emas. Ketidan go'shtimiz. Bu go'shtimiz bonfile bo'lganligi uchun juda ham tez pishadi. Baland olovda ishlaymiz. Go'shtimiz suvi chiqib, sal qurigandan keyin brokolimizni soldik va 1 osh qoshiq oq kunjut sepib 1-2 aylantiramiz va aroydi sousidan 5-6 qoshiq ayamasdan solinglar. 5 minutga dimlab olamiz. Bo'ldi, taomimiz tayyor. Shunaqangi hidlari xushbo'y, shunaqangi foydali va tez pishadi. Premium ovqatimizni albatta tayyorlab ko'ring. Bundan da chiroyli retseptlar uchun like bosib, kommentariyda fikringizni bildirib keting. Osh bo'lsin.